Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men bugun sizlarga Proton kompaniyasining barcha turdagi nasoslarini ko'rsatib bermoqchiman. Avvalo Proton brendi haqida gapirib o'tsam, Proton kompaniyasi bu Xitoyning premium nasoslar hamda kompressorlar chiqaruvchi kompaniyasi hisoblanadi. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab 50 dan ortiq davlatlarga Proton kompaniyasi nasoslar hamda kompressorlar yetkazib bermoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda ko'plab zavodlar hamda ko'plab ko'p qavatli binolarga kompressorlar bilan hamda nasoslar bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Bu nasosimiz Protonning eng kichik nasoslaridan biri hisoblanadi. Bu 250 vatlik nasos, bunisi esa 300 vatlik, 600 vatlik, bunisi esa 900 vatlik nasos hisoblanadi. Bu nasoslarimiz kvartiralarga hamda kichik hovlilarga mo'ljallangan nasoslar hisoblanadi. Bu nasosimiz 250 vatlik nasos 15 metrdan 30 metrgacha chiqazib bera oladi. Soatiga 1 tonnadan 1.8 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Bu nasosimiz 300 vatlik nasos soatiga 1 tonnadan 2.1 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 21 metrdan 34 metrgacha chiqazib bera oladi. Bu nasosimiz 600 vatlik nasos soatiga 2 tonnadan 3.5 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 26 metrdan 40 metrgacha chiqazib bera oladi. Bu nasosimiz esa 2 tonnadan 2.5 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 35 metrdan 43 metrgacha hisoblanadi. Bundan tashqari bu nasoslarimiz chuqurlikdan ham torta oladi. Ya'ni 8 metr chuqurdan suv tortib chiqara oladi. Zavodlar, qurilishlar hamda domlar uchun mo'ljallangan nasoslarimizni ko'rsatib bermoqchiman. Bu nasosimiz 2 kilovatlik nasos hisoblanib, soatiga 8 tonnadan 13 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 55 metr. Bu nasosimiz ham 2 kilovatlik nasos hisoblanib, soatiga bu 12 tonnadan 16 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa buniki ham 55 metr. Bu nasoslarimiz 220 volt kuchlanishda ishlay oladi. Bu nasoslarimizni 380 voltda ishlaydigan turlari ham bizda mavjud. Bu nasosimiz 4 kilovatlik nasos bo'lib, soatiga 20 tonnadan 31 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 60 metrni tashkil etadi. Nasoslarimizning qulayliklari shundan iboratki, sovuqda muzlamaydi. Kaskadniy rejimlari mavjud, ya'ni 5 tagacha nasosni bir-biriga ulab ishlatsa bo'ladi. Bundan tashqari telefondan Wi-Fi orqali bularni nazorat qilsa bo'ladi. Bu nasosimiz 300 vatlik nasos bo'lib, kichikligiga qaramasdan soatiga 2 tonnadan 3.6 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 32 metrni tashkil etadi. Bu nasosimizni siz mebelingizning ichiga o'rnatsangiz, buning ishlayotganligi deyarli bilinmaydi. Elektr energiyani ham juda ham kam iste'mol qiladi. Bu SPM modelimizning 2 xil turi mavjud. Bu 370 vatlik bo'lib, soatiga 3 tonnadan 4.9 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 21 metr. Bu modelimizning 750 vatlik turi ham mavjud. U soatiga 3.6 tonnadan 4.9 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 35 metrni tashkil etadi. Bu nasoslarimiz hovlilar hamda uylar uchun mo'ljallangan nasos hisoblanib, bu nasosimiz 370 vatt, bunisi esa 600 vatt, bunisi esa 1100 vatt hisoblanadi. Bunimiz oboroti 6000 oborotda ishlaydi, bunimiz esa 4800, bunisi esa 6200 oborotda ishlaydi. Bu soatiga 4.2 tonna suv chiqaradi, bunisi ham 4.2 tonna suv chiqaradi. Bu esa 5.5 tonna suv chiqarib bera oladi. Buni balandligi 32 metr, 42 metr, bu esa 65 metr balandlikka chiqazib bera oladi. Bu modelimiz HM22DC hisoblanib, soatiga 2 tonnadan 4.5 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 38 metr. Bu nasosimizni kichik hovlilarga tavsiya qilamiz. Bu nasosimiz esa HM43DCR bo'lib, soatiga 4 tonnadan 8 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 55 metrni tashkil etadi. CDW30, CDW45 modellarini ko'rsatib bermoqchiman. Bu modelimiz 750 vatt hisoblanadi, bunisi esa 1100 vatt hisoblanadi. Bu modelimiz soatiga 4 tonnadan 8 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 37 metr. Bu modelimiz esa bu ham 4 tonnadan 8 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Buning balandligi 45 metrni tashkil etadi. Bu modelimizni 4 etajdan tortib 8 etajgacha bo'lgan domlarga tavsiya qilishimiz mumkin. Bu nasoslarimiz nasosni stansiya bo'lib ishlay oladi, ya'ni kaskadniy rejim mavjud. Undan tashqari telefondan ham boshqarsa bo'ladi. Agar siz uyingizga chiroyli ko'rinishga, ya'ni chiroyli dizaynga ega nasos qilayotgan bo'lsangiz, bu CHM24 modelini tavsiya qila olamiz. Bu nasosimiz 750 vatlik nasos hisoblanib, soatiga 2 tonnadan 6 tonnagacha suv chiqazib bera oladi. Balandligi esa 45 metrni tashkil etadi. Bu nasosimiz 6 metrgacha bo'lgan chuqurlikdan ham suv tortib chiqara oladi. Boshqaruv paneli sensorli bo'lib, bu nasosimiz Wi-Fi orqali ham ishlay oladi.
Bu nasosimiz ham 700 yillik vallik nasos hisoblanib, soatiga 4 tonnadan 8 tonnagacha suv chiqara oladi. Balandligi esa 37 metrni tashkil etadi. Bu nasosimizda ham Wi-Fi mavjud. Wi-Fi orqali telefondan xohlagan joydan boshqarsangiz bo'ladi. Ko'rinishi ham juda ixcham, chiroyli ko'rinishga ega. Proton 900 modelimiz quvvati 900 vatt hisoblanib, soatiga 2 tonnadan 4 tonnagacha suv chiqarib bera oladi. Balandligi 45 metr. Bu nasosimiz eng kuchli so'ruvchi nasos hisoblanadi. 8, 10, 12 metr chuqurdan so'rib chiqarib bera oladi. Bu nasosimizda ham timer rejimlari bor, ya'ni yarim soatga yoki 1 soatga yoki 3 soatga yoki 5 soatga qo'yib qo'ysangiz, o'sha soatni ishlagandan keyin o'zi avtomat o'zi o'chadi nasos. Bizda isitish tizimlariga mo'ljallangan sirkulyatsion nasoslarimiz ham mavjud. Undan tashqari sizning talabingizga qarab barcha turdagi sirkulyatsion nasoslarni biz yetkazib berishimiz mumkin. Biz bu videomizda kvartiralar, hovlilar uchun mo'ljallangan nasoslarimizni ko'rsatib o'tdik. Keyingi videoda nasosning stansiyalarimiz, katta nasoslarimiz, kompressorlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib boramiz. Agar sizga ham shunaqa ishonchli nasoslar, nasos stansiyalari, kompressorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin.